Ilgari tibbiy tahlillar olish mashaqqatli jarayon edi. Tahlillar javoblari uyilib ketgan. Shifokor qog'ozlarni ko'zdan kechirib, javoblar tashxis uchun yetarli emasligini aytadi. Qolaversa, oilaviy poliklinikada bor yo'g'i 3-4 turdagi tahlil olish mumkin edi. Javoblar esa doim qog'ozda berilardi. Boshqa vrachga borsa, u yerda tahlillarni tan olishmaydi va qaytadan topshirishni so'rashadi. Xususiy klinika, davlat poliklinikasi, shifoxona va har safar javoblar turlicha chiqardi. Bitta kasallik uchun ham bir nechta joyda takror tahlil topshirardik. Vaqt va mablag' yo'qotish. Yana navbat, charchoq va tushunmovchilik. Endi hammasi markazlashtirilgan laboratoriya tufayli o'zgardi. Hozir har bir poliklinikada kamida 15-20 turdagi tahlilni topish mumkin. Eng muhimi, barcha uchun natijalar yagona standartda, bir xil xulosa bilan chiqadi. Sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimda saqlanadi. Bu qulaylik, tezlik va ishonch demakdir.